bu videoni oxirigacha ko'rmagan aniq afsuslanadi. Ishoning, aniq afsuslanadi. Ko'rib turganinglar bagema naborlar. Buning ichida 2 ta meva, 2 ta shokolad va 8 ta chaqis bor. Shularning nabori narxi 479 ming so'm. O'rtoqlar, mana shu xolagan rasvetkanglarda men aylanib o'tib olayda bu yoqqa. Mana bular 475 mingdan o'rtoqlar. Bunaqa narx hali tarixda bo'lmagan, bundan keyin bo'lmasa ham kerak. Qurbon hayit munosabati bilan, Chinnichi bozor bo'lganlik munosabati bilan endi qayta aytishga arziydi. 2 martalab yil brendini olganligi munosabati bilan. Yil brendi bu sizlarning e'tirofinglar, sizlarning e'tiboringlar bilan bo'lganligi uchun Chinnichi sizlarga maksimal darajada obunachilarimizni, yurtdoshlarimizni rozi qilaylik deb turib, bizni shunchalik ko'klarga ko'targan har bitta yurtdoshimiz biz uchun oltinga teng degan maqsadda uni ko'rdinglarmi? Makillab qolyapman o'zim, hayajonlanib. Mana shuni hammasini chegirmaga qo'yib yubordi o'rtoqlar. Agar mabodo ko'p gapirgan bo'lsam uzr, manfaatli bo'lsa huzur.